Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana alhamdulillah navbatdagi darsimizga ham yetib keldik. Inshaalloh bugungi darsimizda responsive web dizayn haqida gaplashamiz. Xo'p, responsive web dizayn chiqarishimizda CSS ning o'zida qanday qilib media queries yoki flexbox yoki gridlardan foydalangan holatda mana bunday ekranlarning katta kichik bo'lishiga qarab turib, javob beradigan va o'zgaradigan web dizaynlarni qanday qilib chiqarishni yoki bo'lmasa mana bunday tashqi omillardan bo'lgan bootstraplardan foydalangan holatda mana ko'rib turganingizdek navbar mana bunday o'zgaryapti ekranlarning katta kichik bo'lishiga qarab turib. Xo'p, mana shularni qanday qilib chiqarishimiz haqida, mana shulardan qanday qilib foydalanishimiz mumkin bo'lishi haqida bugun qisqacha bularning o'rtasidagi farqlarni tushuntirib o'taman va bularni qanday foydalanish haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'taman. Lekin bularning har bir haqida inshaalloh alohida darsliklar qilib, keyingi darslarimizda inshaalloh qanday foydalanishni ko'rsatib beraman. Xo'p, responsive web design nima degani? Responsive bu o'zbek tiliga tarjima qilganda javob beruvchi, ya'ni nimagadir javob beruvchi. Bu nimaga javob beradi? Javob beriladigan narsa bu ekranlarning kengligiga, ekranlarning hajmi kengligiga nisbatan, o'lchoviga nisbatan javob beruvchi web dizaynlarimiz, ya'ni web loyihalarimiz, mana shular haqida inshaalloh gaplashamiz. CSS da odatda eng mashhur bo'lgan responsive web dizaynlar bu 3 ta. Birinchisi media queries, ikkinchisi CSS flexbox, uchinchisi CSS grid. Va bundan tashqari biz tashqi frameworklardan ham foydalansak bo'ladi. Bular external frameworks deyiladi. Tashqi omillar, tashqi misol uchun qo'llanmalar. Bulardan eng mashhurlardan biri bo'lgan bu Bootstrap haqida inshaalloh gaplashamiz. Bugungi darsimizda bularning barchasi haqida inshaalloh umumiy tushunchalarni berib o'taman. Sizlar bularning bir-biridan farqi nimada, nima uchun ishlatiladi, bularni umumiy tushunchani bilib olamiz xudo xolasa. Keyin har bitta bularning har biri haqida inshaalloh katta bir bo'limdan qilib o'tamiz inshaalloh. Katta bir bo'limdan qilib inshaalloh darslarni o'tamiz. Xo'p, birinchi o'rinda media queries o'zbek tiliga tarjima qilganimizda media so'rovlari degan ma'noni beradi. Xo'p, media queries nima uchun ishlatiladi va nima uchun mashhur? Bu misol uchun responsive web dizaynda eng mashhur bo'lgan turlardan bittasi hisoblanadi. Chunki bunda biz turli xil qurilmalarning ekran hajmlari va ularning o'lchovlariga nisbatan turli xil dizaynlarni kiritishimiz mumkin. Kelinglar buni misol orqali tushuntiradigan bo'lsam, mana hozir bu yerda divbox qilamiz. Divboxni ichiga misol uchun kelinglar bu ekran hajmi deb yozaylik. Xo'p, buni katta harf bilan yozib qo'ysak, xo'p, buni kelinglar mana bunday ko'ramiz. Mana bu ekran hajmi. Xo'p, biz bu yerga endi class nom beramiz. Class nomiga xo'p, media quti deylik, media quti. Xo'p, endi buni biz mana shunday qilib nusxa olamizda. Mana bu yerda mana biz butun bir ekranimizga nisbatan butun bir bizning HTML faylimizga nisbatan har qanday elementni marginni 0 ga, paddingni 0 ga qo'yib oldik. Imkon qadar sizlar ham mana shunday qilib keyinchalik veb-saytlarni yasayotganingizda yoki katta bir proyektlarni ishlayotganingizda mana shunday qilishni harakatni qilinglar. Sababi agar bu bo'lmaydigan bo'lsa, turli xil bizning divboxlarimiz yoki elementlarimizning margin va paddinglaridagi joylari bizlarga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Xohlagan elementimizga biz margin va paddingni keyinchalik esa qo'shib olishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda biz class nomini qo'yamiz, media quti, va bu media qutiga biz background colorni kelinglar antique white beramiz. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek antique white ga o'zgardi va biz balandlikni, heightni use dynamic view height beramiz. Width bo'lsa, kenglik bo'lsa o'zi doimo bularda 100% turadi divboxlarimizda. Xo'p, ana endi biz buni bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana bu bizning
ekranimiz, ya'ni mana shu qurilmamizning ekraniga moslangan holatdagi 100% ekran hajmi. Xo'p, ana endi biz nima qilamiz? Buni responsive qilish uchun mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana yuqorida ko'rib turganingizdek, bu yerda ekranning kengligi o'zgaryapti. Bu yoqda esa balandligi. Mana balandligini mana shunday qilib o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p. Yoki bo'lmasa biz bu yerdan turli xil qurilmalarni tanlashimiz mumkin yoki responsive qilib o'zimiz turli xil kengliklarni berishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek hech qanday o'zgarish bo'lmayapti. Ana endi biz ekranga qanday qilib mobil qurilmalarga alohida background color bermoqchimiz. Misol uchun bunda qanday qilamiz? Biz bunda kuchukcha mediadan foydalanamiz. Xo'p, bu yerda endi nima qilamiz? Biz max width qilamiz, ya'ni max kenglik. Xo'p, bu yerda telefon qurilmalarimizda eng yuqori kenglik 480 piksel bo'ladigan bo'lsa, xo'p, ana endi mana shu curly brackets deyiladi. Bu jingalak qavslarimizning ichida beriladigan har qanday stylelarimiz mana shu ekranga nisbatan o'tadi xolos. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, bu media qutini olamizda. Xo'p, media quti, background colorni kelinglar bunga aqua beramiz. Mana 480 pikselgacha, eng maksimum kengligi 480 pikselgacha bo'lgan qurilmalarda background color aquaga o'zgaradi. Ana endi buni saqlaymizda, bu yerga kelib refresh qilamiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek ekranning kengligi qisqarmoqda va mana 480 ga yetganda qaranglar, tepaga e'tibor beringlar. Mana bu yerga 480 ga yetganda mana o'zgaryapti. 481 bo'lsa, bu undan tepadagi ekranning background coloriga o'tadi yoki bitta 480 bo'ladigan bo'lsa, 480 dan past bo'ladigan barchasiga mana shu aqua rangi berilyapti. Yoki bo'lmasam uni yana bir nusxa olamizda. Kelinglar. Endi siz aytmoqchisizki, eng kichkina kengligi 481 piksel bo'lsin va nima qilamiz bu yerda va end ni qo'yamizda, max width ni kelinglar 720 piksel qilamiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, endi bunga biz qanday beramiz? Blue violet beraylik. Mana bu yerda refresh bersak, mana ko'ringlar. Xo'sh, minimum width 481 piksel va maximum width 720 piksel. Bu yerda mana ekranga refresh beradigan bo'lsak, mana 480 dan tepaga ko'tariladigan bo'lsa, blue wild bo'lyapti. 720 dan tepaga ko'tariladigan bo'lsa, mana antique white bo'lyapti. Mana shunday qilib responsive qilishimiz mumkin. Bu mediadan foydalangan holatimizdagi. Bu umumiy sizlarga tushuncha beryapman. Inshaalloh keyingi darslarimizda media queries haqida batafsil tushuntirib o'taman. Bugungi asosiy maqsadimiz bularning bir-biridan farqlari va qanday holatda ishlatilishlarini tushuntirib berish bo'ladi xolos inshaalloh. Xo'p, buni comment sectionga olib o'tamizda, comment olib qo'yamiz bunga. Ularga ham mana shunday qilamiz. Xo'p, bizga xalaqit bermasligi uchun. Keyingisi bu CSS Flexbox. Flex degani o'zbek tiliga tarjima qilganimizda moslashuvchan degani. Flexboximiz bizda CSS dagi juda ham mashhur bo'lgan responsive layout qilishimizning, responsive style uslublar berishimizning bir turi hisoblanadi. Bunda CSS Flexboxda biz asosan bir yo'nalishga yo'nalgan yoki kenglikka gorizontalniga yo'naltirilgan yoki vertikalnik uslub berish yoki layoutlarni chiqarishga nisbatan biz Flexboxni ishlatsak bo'ladi. Bu odatda bir tomonga nisbatan biz qandaydir bir layoutni responsive qilishni xohlaganimizda narsalarning joylashtirishni
responsive qilishni xohlaganimizda bu juda ham qo'l keladi. Mana misol uchun bu yerda div biz bu yerga flex container degan class nom beramiz va buni ichida biz 4 ta div beramiz va bularning har biriga quti degan class nom beramiz. Mana ko'rib turganingizdek 4 ta bitta asosiy flex konteynerning ichida 4 ta quti bo'ldi. Xo'p, biz bu yerga kelinglar, buni ko'rinib turishi uchun show preview qilaylik. Xo'p, bu yerda biz bunga misol uchun 2x flex joy beramiz. Misol uchun bunga misol uchun 0.5 yarim x flex beramiz. Qolgan ikkitasiga bo'lsa 1x flex beramiz. Mana endi bu hech narsa ko'rinmayapti, hech narsa bizga ko'rinmayapti. Endi nima qilamiz? Biz bu flex konteynerni olamiz va biz bu yerda flex konteynerni displayni biz flexga qo'yamiz. Esingizda bo'lsa biz display properties mavzusida o'tgandik. Display propertiesda biz displayga value qiymat berayotganimizning, beriladigan qiymatlarimizning ikki xil maqsadi bo'ladi. Birinchisi inner display type bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi outer display type. Mana shu inner display type'da biz bu turdagi qiymatlarni berishimizdan asosiy maqsad mana shu konteynerimizning, mana shu elementimizning ichidagi elementlarga joylashuviga nisbatan qandaydir bir uslub bermoqchi bo'ladigan bo'lsak, asosiy maqsadimiz ichidagi mana shu elementlarga qaratilgan bo'lsa, mana shunda biz inner display type'dan beramiz degandik. Unga flex, table misol uchun yoki gridlar kirardi. Mana shu flex va gridlarni responsive layoutlarni qilish uchun, responsive web dizaynlarni chiqarish uchun biz ishlatishimiz mumkin. Mana bu yerda display qilamiz. Xo'p, bu yerda hech narsa sizga ko'rinmayotgandek bo'lishi mumkin, lekin mana buni biz boshqatdan comment sectionga olsak, mana hammasi standart HTML joylashuvi bo'yicha joylashdi. Ana endi biz buni mana bunday displayni flexga qo'yadigan bo'lsak, mana hammasi bir qatorga kelib qoldi. Xo'p, ana endi nima qilamiz biz? Bu yerda bu fleximizni biz agarda height va width ni beradigan bo'lsak, mana shu width va height ga nisbatan, balandlik va kenglikka nisbatan hisoblaydi. Yoki bo'lmasam width odatda 100% ekran bo'ladi. Ekranning 100% o'zi bo'ladi. Height ni misol uchun 100 dynamic view height beramizda. Xo'p, ketdi pastdan. Endi mana bu quti deyilganlarning barchasiga, misol uchun quti, bularning barchasiga biz flexni 1 beramiz. 1 flex beriladigan bo'lsa, bunda nima qiladi? Mana bu yerda ekranni kengligini o'zi berilgan kenglikni oladida, mana shu nechta ichida element bo'ladigan bo'lsa, mana shularning har biriga teng miqdorda buni qo'yib beradi. Ya'ni teng miqdorda bo'lib beradi va biz bularni bir-biridan ajralib turish uchun background colorni kelinglar, background colorni blue violet beramiz qutida. Xo'p, va mana bu yerda bir-biridan ajralib turish uchun gapni 20 piksel beramiz. Ana endi xo'p, agarda bu sizga mana bu qandaydir bir qiyinchilik tug'dirayotgan bo'lsa, mana buni shunchaki naqa qilib turinglar. Nima deydi? Kommentga olib turinglar, sababi bunga keyinroq biz qiymat beramiz. Ana shunda sizlarga kerakli bo'ladigan natijani ko'rasizlar. Hop, background color blue violet bo'ldi. Ana endi biz buni mana bunday qilib qancha kengaytirsak, ko'ryapsizmi? Barchasiga bir xil qiymat beryapti. Nima uchun endi biz bunga 2x flex, yarim x flex, 0.5x flex yoki 1x flexlar berdik. Ana endi biz bularning barchasiga mana bunga birinchi degan qiymatni beramiz. Bunga ikkinchi degan klass nomi
qiymatini beramiz va qolganlari mayli 1x dan turaversin, u bizga hozircha kerak emas. Mana bu yerga kelamizda nuqta birinchi qilib bunga flexni biz 2 beramiz. Mana ko'rib turganingizdek, buning hududi qolganlarinikidan 2 barobar katta bo'ldi. Mana kengligi qolganlarinikidan 2 barobar katta bo'ldi. Xo'p, ana endi ikkinchi klass nomi, ikkinchi nomli klass nomimizga flexni biz 0.5 beramiz. 0.5. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, buning kengligi yarim. Mana bu 1 ning yarimiga to'g'ri kelib qoldi. Mana bu 2x bo'lsa, mana bu 1 ning 2 barobar kengligiga keng bo'lib qoldi. Mana ekran har qancha katta kichik bo'lmasin, bu 2x fleximiz mana bu 1x dan doimo 2 barobar katta, mana bu 0.5x dan 4 barobar katta bo'lib turibdi. Kelinglar, mana shuni hop bu yoqda ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, responsiv ekranimizning katta kichik bo'lishiga qarab turib, mana misol uchun Galaxy S8 ning ekran hajmiga qo'yiladigan bo'lsa, mana ko'rayotganingizdek, bular o'zgaryapti. Ma'lum bir fixed value berilmayapti, ya'ni fixed qiymat berilmayapti. Qat'iy o'rnatilgan kenglik, misol uchun 500 piksel qiladigan bo'lsangiz, bularni har biriga, bular bundaqa responsiv bo'lmaydi. Mana bu yerda misol uchun iPhone'lar bo'lishi mumkin, bularga ham mana yoki bo'lmasam 12 Pro'lar yoki bo'lmasam mana responsiv, umumiy responsivni olaylik. Mana bunday qilib laptoplar bo'lishi mumkin, kompyuterlar, bularning barchasida mana shunday responsiv, ya'ni mana bu ekranning o'zgarishiga javob beradigan sezgir bo'lib, xo'p, mana shunday holatga o'tib qoladi. Ana endi nima uchun mana bu heightni men kommentga olib qo'ydim. Mana bu yerda displayda flexni, flex directionni biz hozir bu row holatida turgan bo'lsa, endi biz columnga o'zgartirsak bo'ladi. Ya'ni bu ustun holatiga o'tib qoladi. Ustun holatiga o'tganda mana bu yerda biz bu heightni olib 100 dynamic view heightga qo'yadigan bo'lsak, ana endi bu yerda ko'rib turing mana. Xo'p, mana bunday qilib ekran balandligi kichkina bo'lganlarda mana shunday o'zgaradi. Ekran katta bo'lsa, mana bunday kattalashadi. Bunda ham ko'rib turganingizdek, mana bu 2x fleximiz mana 0.5x flexdan 4 barobar katta, qolgan 1x flexlarimizdan 2 barobardan katta. Mana shunday qilib ekranni o'zi teng taqsimlab beradi. Siz xohlagan usulingizda. Faqatgina bu bir tomonga ishlayotganimizda bu juda ham qo'l keladi fleximiz. Ya'ni yoki biz mana shunday row holatida, ya'ni qator holatda ishlayotganimizda yoki mana bunday column holatda, ustun holatda ishlayotganimizda bu juda ham qo'l keladi. Xo'p, keyingi usulimiz bu. Xo'p, bularni o'chirib tashlayman. Sababi bu bizga keyinchalik muammo qilishi mumkin. Xo'p. Mana bu yerda buni ham biz nusxalamizda buni comment sectionga o'tkazib qo'yamiz. Mana keyingi usulimiz bu grid usuli, ya'ni CSS dagi grid usuli. Grid degani bu panjara degani. Bu panjara nima? Panjara usulida biz asosan 2D layoutlarni ishlayotganimizda, ya'ni 2D joylashtirishlarni ishlayotganimizda ham ustun machasiga, ham mana bu kenglik machasiga ishlayotganimizda bular 2D holati deyiladi. Ham gorizontalniy, ham vertikalniy uslub berayotganimizda, layout berayotganimizda biz grid holatidan ishlatsak juda ham qulay bo'ladi. Grid bu Flexboxdan ham biroz murakkabroq tuyuladi boshda o'rganayotgan odam uchun, lekin bularning har biriga alohidadan to'xtaymiz. Inshaalloh Media Queries'ga ham, Flexbox'ga ham, Grid'ga ham, xudo xolasa Bootstrap'larga ham har biriga alohidadan to'xtaymiz va har birini alohida katta mavzular bilan tushuntirib beraman inshaalloh. Hozir shunchaki bularning farqini bilishingiz uchun men qisqa misollar berib ko'rsatib ketyapman. Bu yerda buni grid konteyner qilaylik. Grid konteyner, birinchi quti, ikkinchi quti. Xo'p, kelinglar yana bir ikkita quti qo'shaylik shunga. Xo'p, bunga ikkita quti qo'shamizda, bunga xo'p, oxirgisini 6-quti qilamiz.
Xo'p, 6-quti qildik va bu yerda kelinglar bizga mana bu ikkinchi nomi ham kerak emas. Bizga birinchi va 6-dagi alohida quti nomlari bo'lsa yaxshi. Xo'p, biz bu yerda nima qilamiz? Endi 2x joy qilamiz. Biz qolganlarini 1x joy qilamizda. Xo'p. Bunda ham 1x joy. Bunda ham 1x joy. Bunda 2x joy. Bunda ham 1x joy. Xo'p, mana shunday qilamiz. Buni nima uchun qildik? Mana hozir ko'rasizlar, inshaalloh. Mana bu yerda CSS grid bor. Xo'p, biz grid konteynerni olamiz. Grid konteynerni olib, xo'p. Bunga biz displayni grid beramiz. Grid berganimizdan keyin, xo'p, bunda endi grid template columnsni biz kelinglar ikkita ustun beraylik. Bir fractiondan ikkita beramizda. Xo'p, grid template rowsni xo'p, bunga kelinglar yaxshisi 100 piksel, 200 piksel, 200 piksel va 100 piksel beramiz. Xo'p, bu yerda nima qildik? Mana bu grid template columnslar bir fractiondan qildik. Bu fraction bu gridning eng zo'r joy berish usullaridan bittasi. Xuddi Flexboxda flex bo'lgandek, bunda fractiondan foydalansangiz juda ham qulay bo'ladi. Bu har bitta fractionda mana bu hududni teng qismga bo'ladi. Nechta fraction berayotgan bo'lsangiz, mana shuncha fractionga nisbatan joyni beradi. Xo'p, ana endi bunda ikkita ustun qilindi-da. Mana bu ekran ikkita ustunga mana bo'lindi va mana bu 3 ta qatorga bo'lindi. Xo'p, 4 ta qatorga bo'lindi. Mana 4 ta qatorga biz 4-qatorni nimaga bu yerda 3 ta turibdi, 4-qator bilinmayapti. Hozir men buni misolda xudo xolasa ko'rsatib tushuntirib beraman. Bu yerda quti deganlarimizni barchasiga mana xo'p, quti deganlarimizni barchasiga biz xo'p, background colorni kelinglar aquamarine beramiz. Xo'p, bu yerda endi ajralib turish uchun bir-biridan gapni kelinglar 30 piksel qilamiz. Mana 30 piksel orada joy tashladi. Xo'p, agarda gapdan keyin kolumn yoki rowni ustun yoki qatorni qaysidir birini bermaydigan bo'lsangiz, gapda bu ustunga ham qatorga ham 30 pikseldan joy beradi. Xo'p, mana bu quti nomli barcha quti klassdagi barcha div boxlarimizga biz div qutilarimizga mana shunday aquamarine background berdikda va endi bu yerda mana bu birinchi deganga mana bu birinchini olamizda. Xo'p, ana endi biz bunga grid columnni olamizda, span 2 qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu grid columnimiz ikkita kolumnni, ikkita ustunni birdaniga egalladi. Span deganda mana shu o'tkazib mana bu yoqqa span qilish, ya'ni bu hozir alohida bo'layotdi. Endi ikkitani birdaniga egalladi. Ana endi biz bu yerga bu oxirgi 6-ni ham qo'shamiz, ya'ni 6 degan mana bu yerda ko'rib turganingizdek, mana bu 1 va 6. Kelinglar buni saqlaylik. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek 1 va 6 bizlarning mana bu div boxlarimiz span qilib 2x joyni egalladi-da, qolganlari mana shunday qilib hududni egalladi. Bir fractiondan egalladi. Xo'p, mana bu yerda ko'rib turganimizdek, ularning qalinligi, mana qatorlarning qalinligi mana bu grid template rowsda berilyapti. Mana 1 va 6-larga mana 100 pikseldan
birinchi qatorimiz va 4-qatorimizga 100 pikseldan berilyapti-da. O'rtadagi mana bu ikkita qatorimizga 200 pikseldan mana bu balandlik berilyapti har bitta qatorga. Xo'p, ana endi biz bulardan yana ham ajralib turish uchun kelinglar background colorni blue violet beraylik bunga. Bu yana ham bir o'zgacharoq dizayn bo'ladi. Mana bunday ko'rib turganingizdek, bu mana shunday qilib biz grid usulidan foydalanib biz 2D loyihasini chiqarishimiz mumkin. Ya'ni mana bunday kenglik va balandlikka nisbatan responsiv bo'ladigan hududlarni berishimiz mumkin. Bu haqida batafsil yana tushuntirib o'taman CSS Grid haqida. Bu shunchaki qanday farqi borligini bilib olishingiz uchun kerak bo'ladi sizlarga. Boshqa hech narsaga kerak emas hozirgi holatda. Shuning uchun agarda sizlar chalkashib ketayotgan bo'lsangiz, shunchaki bir-biridan farqini bilib oling. Media query'lar orqali biz misol uchun har bitta qurilmani o'zini kengligidan kelib chiqqan holatda beriladigan bo'lsa, mana bu CSS Flexbox'larimizda biz bir tomonlama yo'nalish yoki gorizontalni yoki vertikalni holatda biz uslub berayotganimizda foydalansak, griddan biz 2D yo'nalishda, ya'ni ham vertikal holatda, ham gorizontal holatda biz joylashtirayotganimizda va uslub berayotganimizda mana shu holatda foydalanamiz. Keyingisi bu external frameworks, ya'ni tashqi frameworklar. Misol uchun Bootstrapdan foydalansak bo'ladi. Juda ham mashhurlardan bittasi bu Bootstrap hisoblanadi. Xo'p, Bootstrapdan foydalanish bu CSS dan tashqari bo'lgan narsa bo'lganligi uchun, ya'ni CSS dan tashqari emas, bu mana bu CSS'imizning ichida emas, bu tashqi kimlardir misol uchun o'zlari ma'lum bir fayllar orqali loyihalarni chiqarib qo'ygan, ana shu loyihalardan, layoutlardan biz foydalanamiz. Bu qanday bo'ladi? Mana misol uchun bu yerda mana u bootstrap.com ga kiradigan bo'lsak, Bootstrapning asosiy veb-saytiga kirib kelamiz. Bu yerda mana CDN orqali ham ishlashingiz mumkin. Agar backendni bilsangiz boshqa bo'lsa, bu yerda mana backend orqali ham ishlashingiz mumkin. Xo'p, biz bu yerda hali backendni sizlarga o'rgatmaganman, backend mavzulariga kelmaganmiz. Shuning uchun kelinglar biz oddiygina mana bu CDN dan, ya'ni Content Delivery Networkdan biz foydalanamiz. Xo'p, mana bu yerda biz link deganni copy qilamiz, ya'ni nusxalamizda bu yerga kelib mana bu head sectionimizga qo'yamiz. Odatda ko'pchilik buni mana bu CSS faylga ulangandan keyinga qo'yadi. Xo'p, bu bizning mana shu yerdagi dokumentlardan foydalanayotganimizda yoki mana bu nusxalardan biz foydalanayotganimizda ulardan ishlatsak bo'ladi. Bularda qanday ishlatsak bo'ladi? Misol uchun mana komponentlardan kartlarni ishlatsak bo'ladi. Mana shu responsive holatdagina mana bunday copy qilamizda. Bu yerda tayyor kodi bo'ladi. Bu yerda mana shunday kodni kelib ko'chirib bu yerga paste qilamizda. Mana bu yerdagi mana bunga biz hozir show preview qiladigan bo'lsak, hozir ko'rasizlar. Mana bu holatda bo'ladigan bo'lsa, endi biz bunga misol uchun rasm qo'yadigan bo'lsak, mana bunday holatda o'zi avtomatik, hop, mana avtomatik holatda mana bunday bizga tayyorgina bizga loyihalarni chiqarib beradi. Bularga qanday qilib uslub beriladi, qanday bo'ladi, bularni hammasini misol uchun keyinroq o'tamiz. Bu yerda juda ham ko'p misollar bor, navbarlar bor. Mana misol uchun navbarlardan foydalansangiz bo'ladi. Mana bunday. Xo'p, mana shunday copy paste qilamizda. Xo'p, bu yoqqa kelib yoki bo'lmasa mana shuni tepasiga qo'yaylik-da mana. Mana shunday qo'ysak, xo'p, mana bu yerga kelib refresh beramiz. Mana ko'rib turganingizdek bizning navbarimiz ham tayyor. Mana nima deydi? Tayyor navbarimiz bo'ladi. Bu yerda faqatgina mana bu har bitta fayllarning nomlarini o'zlaringiz mana bunday kiritib qo'yishingiz kerak, ya'ni yo'nalishlarni kiritib qo'yishingiz kerak, navigationlar. Bundan tashqari bu yerda mana bu bizning JavaScriptga oid bo'lgan holatlarimiz ishlamaydi, ya'ni mana bu buttonlar, ya'ni tugmalarimiz ishlamaydi. Bularning ishlashi uchun nima qilishimiz kerak? Bu input boxlar, search box bo'ladigan bo'lsa, bularning ishlashi uchun mana
mana bu drop downlarni ishlash uchun biz hop mana bu yerga kelamiz, asosiy veb-saytga. Bu yerda script deganini olamizda, buni copy qilamiz va bu yerda bodyning mana hamma loyihalardan keyin bu bodyning yopilish tagidan bitta oldin mana shu yerga qo'yamiz, paste qilamiz, ya'ni ko'chirib olganimizni shunday bu yerga qo'yamiz, saqlaymizda. Buni qaytadan saytni refresh beramiz. Mana bu yerda endi bemalol ishlayveradi. Bunaqa tugmalarimiz bo'lsa, boshqa bo'lsa, bular ishlayveradi. Mana shunday qilib biz hop Bootstrapdan ham foydalansak bo'ladi. Hop, bular nima degani? Bular yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bular oddiy misollar. Responsive web dizayn qilishimiz uchun bizga bular oddiy misollar. Inshaalloh keyingi darsimizda media queries haqida batafsil tushuntirib o'taman. Undan keyin alohida katta bir boblarimiz Flexbox bo'yicha bo'ladi. Undan keyingi alohida bobimiz CSS Grid bo'yicha bo'ladi. Undan keyin alohida bobimiz mana bu Bootstrap haqida bo'ladi. Bugungi mavzularimiz shunchaki bularni nima ekanligini ko'rsatib berish edi xolos. Xo'p, mana shunday holatda biz responsive, ya'ni javob beruvchi ekranlarning hajmiga qarab turib, kengligiga qarab turib javob beruvchi turli xil responsive dizayn, web dizaynlarni qilishimiz mumkin. Inshaalloh keyingi darslarimizda ko'rishgunimizcha sog' omon bo'linglar, Allohning panohida bo'linglar.